La shu kerakmidi hozir menga? Nima bo'ldi ekan endi bunga? Nima bo'lyapti? Uka, nima bo'ldi? Aka ko'rmaysizmi? 100 so'm pul yo'qlikda motor qisib turibdi. Zapta solaman, motor olaman endi. Yomon bo'pti. Mayli, siqilmang uka, hozir hal qilamiz buni. Yo'li bormi? Bor uka. Uka, bu hech nima emas. Siqilmang, hozir men sizga 100 so'm pulsiz zapcha solasizmi, motor olasizmi, shu joyga olib boraman. Ishingiz bitib ketadi. Uka, bu joy Marg'ilondagi eng katta zapchasi magazin, o'sha Mino, o'zini avtoservisi ham bor. Battan mana qarang, motor olasizmi, zapcha solasizmi, bir dona pasportga, plastik kartangizga xohlagan narsangizni qilib berishadi. Yurinchkaga kiramiz. Uka, mana ko'ryapsizlar, atmosferani, xudo xolasa, assortimentlari rosa ham ko'p. Asosiysi batda Koreyadan ham zapcha solib kelishadi. Hamma zapchaslariga pashli bolalar garantiya berishadi. Yana aytganimdek, o'sha bitta pasportga, plastik kartaga xohlagan narsangizni nasiyaga ham qilib berishadi. Motorni olib ketsam bo'laveradi. Bemalol. Agar sizga ham avto ehtiyot qismlari zararli bo'lsa, pulingiz bo'lmasa, halol narsa savdoga Minodan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Pastda nomerga aloqa chiqib bemalol kelaverasiz.